Mana reklamani zo'rini o'rganib qo'yinglar. Hurmatli tadbirkorlar, shunaqa qilsa ham bo'lar ekan. 3 ta odam olasizlar, o'zingizlarning mahsulotinglarni shunaqa kulgan holatda hammani xursand qilib reklama qilish mumkin. Aramita. Mana hamma bilan o'rtoq bo'ldik. Azizlar, mana ishtaha blogini davom ettiramiz. Ajoyib va g'aroyib narsa, umrimda ko'rmagan narsa. Mana bu mahsulotni berar ekan va uni ichiga sous quyib ichilar ekan. Mahsulot berildi, ichiga solib, xullas qorningiz ochmas ekanda bu yerda har xil narsalarni yeb ko'raverib, quyilyapti, keyin chilyapti, yeyiladi. Lekin bitta xursand qiladigan jihat, bu mahsulotlar hammasi halol ekan. Bular aytarlik go'sht yeyishmas ekan. Mana bu shirinliklar yana. Qanday shirinliklar? Shokoladda qilingan, oddiy nimada? Ice creams. Botir aka, sizga qiziqarli mahsulotlar ekan. Hoji aka, kuz qaymoqdan qilingan mahsulotlar is tort ice cream da. Yes, store ice cream. These are ice cream cakes and energy bars we have. Energy, yes. Mana bu energiya mahsuloti ekan. Va shokolad bilan qilingan energetic drink. Yes. Millet wafer. Miller wafer, yes. These the range. Where are you from? Uzbekistan. You want to try? Did you try? This is the whole range of ice cream. These are all Indian flavors. Traditional Indian flavors. Okay. Bu ko'krak nishonini qarang. Men bunaqasini birinchi ko'rishim. So you get this. Best. Bularni ham ko'krak nishoniga e'tibor bering. Hindiston deb yozilgan, ismlari yozilgan. Sorry, ismi. छोटे से कैमरा लेके इतना कमाल दिखा रहे हो, कितने का है? मेरा नहीं सर, हाँ आरामीटा। बहुत बढ़िया, जाओ तो दोनों बड़े कलाकार हैं यार। उल्टा मत घूम, उल्टा सीधा हो जा, सीधा मजे में बतावे। Mana hamma bilan o'rtoq bo'ldik. Ana. Mana reklamani zo'rini o'rganib qo'yinglar. Hurmatli tadbirkorlar, shunaqa qilsa ham bo'lar ekan. 2-3 ta odam olasizlar, o'zingizlarning mahsulotinglarni shunaqa kulgan holatda hammani xursand qilib reklama qilish mumkin. Bu ham reklama o'ziga xos. Mahsulotni katta qilib, yoniga bir odamning rasmini qo'yib qo'yib, chiroyli go'zal qizlar bilan reklama qilish mumkin. Very good product. Is it a GoPro? No, DJI. Osmo 3. No, 2.
Mana Hindiston ovqatlarini yana bir turni ko'rishingiz mumkin. Mana bemalol pishirib, joyida pishirib sotishyapti. Sotishmayapti, reklama qilishyapti mahsulotlarini. Bu yog' bo'lsa kerak. Kids oil? Yoy. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda xomashyo shunda olishadi, ozgina solib, hattoki mana taroziga o'lchanar ekan. Taroziga o'lchangan holatda mana ovqati zo'r deyapti. Good, very good Indian food. Like it. I'm eating Indian food in Malaysia, in Singapore, Uzbek, India. Ana Hindiston ovqatlari hamma nimasini ko'rishingiz mumkin. Muzokaralar ketmoqda mana. Boshqa davlatdan kelgan mehmonlar bilan muzokaralar ketmoqda. Suxana, shunaqa deyiladimi? Hozir mana ukamiz ham bilan bu katta bir korxonani rahbari ekan. Yosh bo'lsa ham krutoy ekan. Hozir gaplashish arafasidamiz. Mehmonlarini kuzatib yuborguncha meni ham mehmon qo'yapti. Men bunaqa mahsulot bilan hozirgina ovqatlangan edim, endi xijolat bo'lgandan yeyishga majbur bo'lyapman. Ular bilan hamkorlikda qadoqlangan mahsulotlarni chiqarish bo'yicha muzokara o'tkazish arafasidaman. Mana ko'rganingizdek, bu Hindistonda o'ziga xos juda ham mashhur bo'lgan kompaniya ekan. Suxana deb nomlanar ekan. Azizlar, mana ishtaha blogini davom ettiramiz. Ajoyib va g'aroyib narsa. Umrimda ko'rmagan narsa. Mana bu mahsulotni berar ekan va uni ichiga sous quyib ichilar ekan. Mana mahsulot berildi. Ichiga solib, xullas qorni ochmas ekanda bu yerda har xil narsalarni yeb ko'raverib, mana quyilyapti, keyin chilyapti. Please. Mana quyiladi, yeyiladi. Lekin bitta xursand qiladigan jihat, bu mahsulotlar hammasi halol ekan. Bular aytarlik go'sht yeyishmas ekan. Cho'chqa go'shtini ham, mol go'shtini ham yeyishmas ekan. Asosan o'simlik bilan ovqatlanishar ekan. Hindilarning asosiy qismi 80%. Assalomu alaykum. Indian food, very good food. Get your machine product. I'm there. Mahsulotni sotishga bo'lgan shaxs bilan tanishib qoldik. O'zining mahsulotlarini mazasini ko'rdik. Juda ham achchiq, lekin juda ham shirin. Qaysi ma'nodaki? Shirin shakar ma'nosida emas, mazali ma'nosida yedik va bu inson bilan hozir tanishib, telefon raqamlarini olib olaman. Agar kimgadir qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, ularni sizlarga taqdim qilaman. For YouTube. For YouTube, okay. Yes. Mana bu reklama ham yomon emas. Odamning e'tiborini jalb qiladigan ekan. Ko'rib turganingizdek, ko'pchilik o'tirib suhbat qurishyapti. Bu ham yomon emas reklama. Oddiygina aylanib turadigan silindrlarga chiroyli qilib rasmlar qo'yilgan va o'zim odamlarning e'tiborini jalb qilish uchun yaxshigina uskuna. Hindus foodni juda ham katta ekan.
Mana 14-siga mana yana bizning ovqatlarimiz. Nima bo'ldi ana u? Hello. Nima bo'ldi unga? Zo'r. Hindistonda yuribmiz, Dehli shahrida. Nihoyatda qiziqarli. Hamma hindcha gapiryapti, inglizcha gapiryapti. Yaxshi ham ozroq o'rganib olganim. 14-hudud, 15-hudud. Hozir men chiqqan joyim 9-hududdan chiqdim. Nihoyatda katta hudud. Nihoyatda katta ko'rgazma. Bunaqasini men hayotimda ko'rmaganman. Bundan 5 yil muqaddam bu yerga kelgan edim. 5 yil muqaddam aynan shu ko'rgazmada qatnashgan edim. Lekin hozir bu ko'rgazma anchagina takomillashibdi. Ochig'ini aytaman, Hindiston ham anchagina rivojlanibdi. Oldingi kelganimga qaraganda nisbatan rivojlanish aynan oziq-ovqat sohasida va boshqa sohalarda katta. Umuman ko'chadagi hudud, tozalik nisbatan yaxshi va bu bilan birgalikda oziq-ovqatdan tashqari yana thank you. Xo'p, undan tashqari mana mashinalar ham anchagina chiroylilashgan, shahar nisbatan ozodalashgan. Mana BMW mashinasi elektr bilan emas ekan, oddiy mashina ekan. Lekin shunga qaramasdan mashinalarning sifati ancha yaxshilashgan. Umuman shahar chiroyliroq bo'lgan, qurilishlar, yangi qurilishlar va shahar ko'rkamlashgan. Joyda tanovul qilib urishar ekan. Turgan joyda ham urib tashlashar ekan, ovqatni qoyilman. Ba'zan hayron qolasan kishi. Bu o'zi ovqatlanadigan joymi yoki ovqat ko'rgazmasimi? Hindiston go'zal ovqatlar mamlakati desam bo'lar ekan. Hamma yoqda ovqat. Ishtaha blogi deb bekor etmagan ekanman, ishtahani ochadigan joy ham bor. Здравствуйте. Сразу замечаю, что наши в хорошем смысле. А вы это, какую страну представляете? Россию. Россию, да? Здесь нигде не написано, поэтому. Сейчас я отключу. Xo'p, mana bu og'izni tozalaydigan, tishlarni tozalaydigan mahsulot ekan. Bittasini menga sovg'a qilishdi, kichkinaginasini. Nima tatib ko'rishim uchun juda ham kerakli mahsulot. Buni hozir ingliz tilida qizimizga ozgina prezentatsiya qilib beradilar. Please, your product. This is a herbal toothpaste and we are manufacturer of toothpaste and we are into market from 1993. We are manufacturing toothpaste from 1993 and we are exporting more than 22 countries like Russia, USA, UAE. So these are our major markets. So we are manufacturing totally herbal toothpaste and it's natural toothpaste. Thank you. Use business card? Business card. My number Yes. is mentioned over here. Okay. Thank So you. can contact. Thank you. Sayohatimiz davom etyapti. Azizlar, сейчас поговорим. Здравствуйте. Освободитесь, пожалуйста. Да, Я смотрю, есть повод для сотрудничества. Что делаем? Да, конечно. В плане очень много. Нужно выходить на заводы, которые производят healthy, сейчас healthy food просто очень популярно. И всем надо для батончиков, для этого питания вот эти все ягоды и тому подобное. Чем больше вы сможете предложить, это будет просто очень хорошо. Можно даже замороженный, можно
сублимированные. То есть это прям must have. И вот сейчас это рынок огромнейший, при этом, что они в Европе перерабатывается, получает у него хороший сертификат и экспортирует по всему миру. То есть там очень хорошая добавленная стоимость. Это что касается фруктов, ягод, яблок и все это, вся эта промышленная группа. Такой вопрос. Смотрите, у вас консервированный, да, продукт, например, не упакованный, да, продукт, да, например. За каждый упакованный продукт не обязательно взять сертификат. Главное взять один хороший сертификат, который годится в Европу, да, и соблюдать эти нормы. А вот чисто вот то, что вы говорите, замороженные или, например, готовые продукты, которые держатся 1-градусным, +1, они не портятся 6 месяцев. Для этого тоже нужно будет сертификат получать? Обязательно. За каждую партию? Нет, там сертифицируется производство, и подальше просто возится при соблюдении там чисто базовых документов. Там иногда они проверяют? Сертификат. Проверяют часто. Могут проверить, и обязательно нужно, чтобы была внедрена система HACCP. Ну, то есть, либо же минимум ISO, а лучше там, как минимум AFS, но не надо сильно бояться. Вот эти все высокие сертификаты требуют там крутые сети. А базовые производства, которые постобработка, у них есть определенные требования, но они должны соответствовать, но это не прям не смертельно, это можно получить нормально. Понимаете, получается такой особый замкнутый круг, да? Для того, чтобы обосновать, что у нас хорошая качественная продукция, нужно будет получать сертификаты, да? А для того, чтобы получить сертификаты, нужно обосновать, что у нас продается именно эта продукция, допустим, в Европе. Как с этим быть? Тут вы немножко не так. Тут вы делаете продукт, берете требования, делаете продукт, вот эти требования, проверяете, видите, что оно соответствует, делаете предложение той компании, они вас берут образцы, опять контрольно проверяют ваши показатели, потому что иногда бывает, Европа мало доверяет, они перепроверяют это все дело. И так самое Америка или Канада, они перепроверяют, и, пожалуйста, если все вы получаете, первых 2-3 раза вы точно будут проверять, но там дальше вы, так сказать, попадаете в доверенный список, и дальше выборочная проверка идет, не такая прям строгая. Это не то, что, это не какая-то там есть проблема, там быстро все делается. Эта машина пришла, отобралась там на таможне или там, смотря какие страны, какие были. И все, это не есть смертельно, это не так страшно, как его рисуют. Mana O'zbekistondan kelgan mahsulotlarni, qandolatchilik mahsulotlarini ko'rgazmada ishtirokini ko'rib turibsizlar. Qandolatchilik mahsulotlari, shokolad, vafli kabi mahsulotlarni taqdim qilinishini kuzatib turibsiz. I'm sorry. Mana bu yerda Hindistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar, chiroyli qovoqlangan. Hammasi hattoki mana bu yer darvozaga o'xshab ochiladigan ham bor. Vizitka. WhatsApp, Telegram is? Yes. I am calling my country. Okay. Mana reklamani dodasi. Reklamani dodasi.
Mana bizni ham tushib qo'yaylik. Nima reklama bilan. अरे वो दो लड़के बनाना खड़े उनकी बेंटी करा लो तुम Telefonda gaplashyaptimi bular?